Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun kursimizning 6-darsi. Juda ham qiziq dars. Bugun eng ko'p onalar xatolikka yo'l qo'yadigan, onalar duch keladigan holat bolalarda quloq og'rig'ida uy sharoitida yordam berish. Yakshanba kun bo'lishi mumkin, shanba kun bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa uzoqda bo'lishingiz mumkin. Farzandingizni qulog'i og'riyapti. Nima qilishni bilmaysiz, qaysi dorini tomizishni bilmaysiz, yoki qaysi dorini berishni bilmaysiz. Shunaqa holatda nima qilish kerak? Hozir bu kursda aytib o'tamiz. Bu kursda masalan anatomiyasini aytamiz, keyin nima dorilarni quloq pardasi teshik bo'lsa tomizish mumkin emas, umuman nima qilish mumkin emas quloq og'riganda, nima qilish mumkin, shu to'g'risida ko'rib o'tamiz. Xo'p. Eslatma, eng asosiysi, quloq og'rig'i bu kasallik belgisi, kasallik emas. Quloq og'rig'ida asoratlarga yo'l qo'ymaslik uchun malakali yo'l shifokori ko'rishi shart. Buni har doim aytaman, har doim farzand bu ulug' ne'mat hisoblanadi. Barchamizni o'zboshimchalik bilan bolalarni o'sha qulog'i og'riganda, tomog'i, burni og'riganda hech qachon lecheniya qilish kerak emas. Buni hozir sababini va nimagaligini o'zingizda isbotini ko'rasizlar. Xo'p, mana birinchi navbatda ko'rib o'tadigan narsamiz quloq anatomiyasi. Demak, quloq og'rig'iga sabab bo'luvchi kasalliklar quloq anatomiyasiga bog'liq. Ya'ni quloq 3 qismdan iborat. Mana birinchisi narujniy uxa deyapti-yu. Ko'ryapsizlar, bunga quloq suprasi kiradi, tashqi tomondan ko'rinib turadigan. Keyin tashqi quloq yo'li va quloq pardasi. Shu qismgacha bo'lgan joy bu tashqi quloq deyiladi. Shu qismni tashqi quloqda bu yerda o'tkazuvchi sistema hisoblanadi. Shu yerda mana bu sariq bilan belgilangan qism bu yumshoq qism hisoblanadi. Mana bu qism bo'lsa, bu qattiq suyak qism bo'ladi. Ya'ni tashqi eshituv yo'li yumshoq qism va suyak qismdan tarkib topgan va bu qismni mana yumshoq qism shu qismda quloq chirki, ya'ni sera ishlab chiqariladi. Serani vazifasini aytib ketamiz. Quloq chirki, ya'ni sera quloqni tashqi qismdan ichkariga kiradigan hasharotlardan himoya qiladi, o'zidan hid ajratib chiqadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi va shu qismdan suv kirishini oldini oladi. Ya'ni quloqqa suv kirganda shu sera bor qismda yig'ilib, u yoqli bo'lgani uchun ichkariga kirib ketishini oldini oladi. Uchinchidan, bu qismda o'sha tabiiy antibiotik, ya'ni quloq chirki tabiiy antibiotik hisoblanadi. Bu o'sha zamburug'li, har xil infeksiya, bakteriyalar ko'payishini oldini olib turadi. Ya'ni yana bitta xususiyati tashqi eshituv yo'lini namlab turadi, yog' bo'lgani uchun. Buni ko'pchilik odamlar shu tozalayman deydi. Tozalayman deb o'sha quloq chirkini, shu qismda hosil bo'lgan quloq chirkini itarib pardani yoniga borib itarib qo'yadi va bu yerda quloqda o'sha probka hosil bo'ladi. Ikkinchisi o'rta quloq, ya'ni sredniy uxa deyapti, ko'rasizlar. Bu yerga o'rta quloqqa nima kiradi? O'rta quloqqa mana pardadan boshlab ichki quloqqacha bo'lgan qism, bu yerda 3 ta suyakchalar bo'ladi. Bolg'acha, sandoncha, uzangi degan 3 ta suyakchalar bo'ladi va bu qismda havo bilan to'lgan bo'ladi va bu o'tkazuvchi sistema, ya'ni ovoz keladi, tashqi tomondan kelib turib, quloq pardasi urilib, keyin suyakchalar harakatga keladi. Suyakchalar harakatga kelib nervga uradi. Mana bu ichki quloq, bu nerv, quloq eshituv nervi joylashgan. Demak, tashqi quloq, o'rta quloq va ichki quloq bo'ladi. O'rta quloqda bosim bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, mana bu yerda nay bor. Quloqni, burunni orqasi bilan bog'lab turgan nay. Eshituv nay deyiladi. Buni vazifasi tashqaridagi atmosfera bosimini ichkaridagi atmosfera, quloqdagi atmosfera bosimi bilan bir xilda ushlab turish. Ya'ni biz masalan toqqa chiqsak yoki samolyotda uchganimizda quloq bitadi. Bitganda yutunganda ochiladi. Ya'ni o'sha quloqning ichidagi bosim o'zgarganda mana shu yutunganimizda mana shu qismda yo'l ochiladi. Shu yo'l ochilgandan keyin bu yoqdagi havo bir xil bo'ladi tashqi tomon bilan. Demak, ichki quloqda nerv joylashgan. Tashqi va o'rta quloqdagi bo'ladigan har xil yallig'lanishlar kasalliklar quloq og'rig'iga olib keladi.
ichki quloqdagi yallig'lanishlar quloqni karlikka olib keladi. Nerv bo'ladigan bo'lsa agar, nerv bo'ladigan bo'lsa qaytib tikilib bo'lmaydi va quloq eshituv nervidan tashqari muvozanat a'zosi joylashgan. Ya'ni bizni havoda yurganimizda o'sha bosh aylanib ketib, yiqilib tushmaslik uchun, mana masalan samolyotlarda uchayotganimizda to'g'ri o'tirib ketamiz, shuni his qilamiz. Shu holatda mana shu muvozanat a'zoyimiz yoki bo'lmasa yurib ketib, reski burilamiz chapga, o'ngga. Shularning hammasini mana shu muvozanat a'zosi boshqaradi. Parda esa faqatgina o'sha tashqi tomondan o'rta quloqqa infeksiyalarning o'tmasligi va eshitishi qobiliyatini ta'minlaydi. Nerv bo'lsa shu eshitish qobiliyatini miyaga signal qilib yetkazib turadi. Demak, bu anatomiya qismi. Keyingisi mana tashqi va o'rta quloqdagi kasalliklar quloq og'rig'iga sabab bo'ladi. Bu sharoitda tashxis qo'yish noto'g'ri. Zo'r shifokorga borganingizda maxsus o'zini tekshirish apparatlarimiz bo'ladi. Bu kamera, endoskop, shular bilan biz ko'rib, anamnez yig'ib, har xil tekshiruvlar qilib turib, aniq bir diagnoz qo'yamiz. Keyingisi, quloq og'riganda u sharoitda shifokor ko'rgiga qadar birinchi yordam berish maqsadida nimalar qilish mumkin emas. Buni e'tibor beramiz, iltimos. Quloqqa spirt 70% tomizish mumkin emas. Sababi bu kuydiradi spirt va agar parda teshik bo'lsa, quloqqa spirt kirib turib, ichki quloqqa nervi zararlashi mumkin va quloqni paxtali tayoqchalar bilan kavlash mumkin emas. Aytdim-ku, tashqi tomondanmi, ichki tomondanmi, qaysi qismda yallig'lanish borligini bilmaysiz. Siz faqat bola qulog'ini og'riyotganini bilasiz. Quloq paxtali tayoqchalar bilan foydalansangiz, boyagi tashqi eshituv yo'lini zararlashingiz mumkin, yoki bo'lmasa quloq chirkini itarib qo'yasiz, yoki bo'lmasa pardani bexosdan teshib yuborishingiz mumkin. Va quloqqa ona sutini tomizish befoyda, sababi ona suti hech qanaqa tarkibida og'riq qoldiradigan narsa yo'q. U faqat ozuqa. Agar quloqda mikrob bo'lsa, bakteriya, zamburug'lar bo'ladigan bo'lsa, uni ko'payishiga yordam beradi. Agar quloqda quloq chirki bo'lsa, quloq chirki shimib olib ishadi va battar og'riq keltiradi. Shuning uchun endi bu eskilardan qolib ketgan narsa ona sutini tomizish. Ona sutini tomizish bu fan tomonidan isbotlanmagan. Keyin quloqqa qizib turgan yog' yoki issiq suv tomizish taqiqlanadi. Oldingi odamlarni ko'ramiz, kelishadi, quloq pardasini ko'rsa, chandiq bor. Keyin so'raymiz, nega bunaqa chandiq, nima bo'lgan desa, yoshligimda qulog'im og'riganda onam o'sha qizib turgan yog'dan, o'sha tovada qizib turgan yog'dan olib tomizgan deydi. Shuning uchun bu eskilardan qolgan narsa, bu battar o'sha chandiqlarni, pardani harakatini cheklab qo'ygan va eshitishi butun umrga pasaytirgan. Shuning uchun issiq suv ham, quloqqa qizib turgan yog' ham tomizish taqiqlanadi. Keyingisi, quloq og'riganda uy sharoitida shifokor ko'rgiga qadar birinchi yordam berish maqsadida nimalar qilish mumkin? Ya'ni bolani qulog'i og'rib qoldi, o'zingiz uyda shu doktorga borguncha, doktor topguncha yordam berishingiz kerak albatta. Birinchi navbatda og'riq qoldirish maqsadida ibuprofen yoki parasetamol berish kerak. Albatta kilosiga qarab va bolani yoshiga qarab suyuq yoki svecha yoki tabletka tarzida berasizlar. Bu o'sha og'riq qoldirish maqsadida bolada birinchi yordam hisoblanadi. Bolalar bilamiz, og'riqqa chidamsiz hisoblanadi, yig'laydi, xarxasha qiladi, uni ko'rgan ota-ona chidolmaydi. Shuning uchun birinchi yordam har doim ibuprofen yoki parasetamol berish kerak. Ikkinchisi, quloqda Atipax yoki Born Spirit 3% kaplisini tomizish mumkin. Faqatgina parda teshik bo'lsa mumkin emas. Chunki bu dorilar mana Born Spirit ichida spirti bor. Ikkinchisi Atipax ichida lidokayini bo'ladi va yallig'lanishga qarshi fenazon degan dorisi bo'ladi. Bular parda teshik bo'lsa mumkin emas, ya'ni teshik pardaga tomizsangiz ichkariga o'tib turib, nervga ta'sir qilib karlikka olib kelishi mumkin. Keyingisi, burun bitgan bo'lsa, bolalar uchun mo'ljallangan burun ochuvchi dorilardan foydalanish kerak. Eng ko'p bolalarda olib keladigan narsa bu o'sha burunida yiringlar, burun bitishi. Bu bolalar aksirganda, burun qoqqanda noto'g'ri qoqadi va bolada o'sha burunni quloqni anatomiyasi kattalarnikidan boshqacharoq bo'ladi. Buni hozir dars davomida aytib o'tamiz. Shuning uchun burundagi va tomoqdagi bo'ladigan har qanaqa infeksiya quloqqa o'tadi. Shuning uchun boyagi quloq bilan burunni bog'lab turadigan Yevstaxiy nayl deyku, mana
rasmni ko'rsatamiz. Mana yestag'inay dedik-ku, shu qism yopilib qoladi. Yopilib quloqqa yiring to'planadi. Shunda bolada og'riq beradi. Shuning uchun shifokorga borgunga qadar burunga dori sepib, burunni ochuvchi dorilarni sepib, yengillik keltirishimiz kerak. Yana eng ko'p beriladigan savol, bolalarda quloqni uy sharoitida qanday qilib tozalash kerak? Javobi hech qanaqa quloqni tozalash kerak emas. Sababi quloq o'zini o'zi tozalash funksiyasiga ega. Shu quloq chirki bu himoya vositasi, boya aytganimizdek. Tabiiy antibiotik suv kirishdan saqlaydi, hasharotlar kirishdan quloq himoya qiladi. Yana bitta anaqasi quloqni o'zini o'zi tozalaydi deganimiz, misol uchun o'zingizlar quloqning jimjiloni olinglar, quloqni tashqi eshituv yo'liga qo'yinglar va og'izni ochib yopinglar. Og'izni ochib yopganda sezasizlar, quloqni tashqi eshituv yo'li qimillayotganini. Ya'ni biz gapirganimizda, chaynaganimizda va bolalar emgan paytida, sut emgan payti, ko'krak emgan paytida bu o'zi qimillaydi. Shu qimillash hisobiga tashqariga chiqadi. Shu tashqariga chiqqan qisminigina tozalab qo'yish mumkin. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin bu rasmda bolani quloqini tozalayapti. Ya'ni bu ko'pchilik uxachiska deydi. Bu uxachiska emas, bu vatniy palichka. Bu palichka bilan instruksiyasini o'qisanglar ham quloqni tashqi eshituv yo'liga kirgizmagin deydi. Ya'ni bu kirgizib tozalaganda ko'rishingiz mumkin, bolada tashqi eshituv yo'li tor bo'ladi, kalta bo'ladi va aytdik-ku boya, quloq chirki yumshoq qismda hosil bo'ladi. Bu vatniy palichkani biz tiqqanimizni, boyagi serani biz tozalaymiz deymiz. Atrofini tozalash mumkin, lekin o'rtasini itarib qo'yamiz. Постоянно itarib, keyin quloqda o'sha probka hosil bo'ladi. Probka hosil bo'lgandan keyin bog'dagi og'riydi, og'riq beradi. Og'riq bergandan keyin lor shifokorga borasizlar. Lor shifokorida bola jim o'tirib bermaydi quloqni tozalashga. Shuning uchun ish ko'paytirasizlar. Shuning uchun iloji boricha mana shu quloq tozalaydiganlar bilan quloqni ichini, tashqi eshituv yo'lini tozalash kerak emas. Bo'lmasa qanaqa tozalash kerak deb aytishingiz mumkin. Masalan, ko'rishingiz mumkin, mana vatniy palichka bilan quloqni tashqi mana quloq suprasi, shuni egilib bugurliklari bo'ladi. Mana shu qismdagi suvlarni tozalash mumkin. Shu qismga suv yig'ilib qolsa, yallig'lanishga keltirib chiqarish mumkin. Quloqni ichini bo'lsa, mana tashqi eshituv yo'lini bo'lsa, qanaqa qilib tozalaymiz deyshadi. Ko'rishingiz mumkin, mana paxtani olasizlar, paxtani shunaqa holatga keltirasizlar. Qo'linglar bilan qilib, dumaloqlab, uzunchoqlab, mana shunaqa holatga keltirasizlar va bola cho'milib chiqqandan keyin, vanna qabul qilgandan keyin shunaqa qilib tashqi eshituv yo'lini paxta bilan tozalashingiz mumkin. Shunda paxta o'ziga suvni tortib oladi va serani ham bitarib qo'ymaysizlar, yumshoq holatda tozalaysizlar. Keyin mana ko'rishingiz mumkin, bu rasmda pardani berganman. Mana bu sog'lom parda. Bu kamerada endoskopda ko'ringan. Bizda hozir zamonaviy usulda mana shunaqa tekshiruv usullari chiqib ketgan. Bizning klinikamizda shu bolalarning quloqini tekshiradigan bo'lsak, mana bu parda, mana dumaloq bo'lib turadi, ko'rishingiz mumkin parda. Bu boyagi suvechalar, bu bolg'acha. Bu mana bu konus svet deyiladi. Shunaqa normada va shunaqa quloq seri rangda bo'ladi, kulrang rangda. Ko'rishingiz mumkin, qizarishlar yo'q. Tashqi eshituv yo'li toza, keng, hech qanaqa vоспаление yo'q, quloq chirki yo'q. Shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu rasmda bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, quloqqa pardasini rangi o'zgargan. Bu degani quloqni pardasini orqasida, ya'ni o'rta quloqda yiring to'lgan. Ko'rasizlar? Yiring to'lgan va shunaqa rangga kirgan. Mana bu yerda boyagi aytdik-ku, 3 ta suvecha bo'ladi. Bu yon tomondan ko'rinishi. Mana tashqi eshituv yo'li, o'rta quloq, ko'rishingiz mumkin, 3 ta suvecha. Bu yerda havo bo'ladi. Mana havo bo'lgani shunaqa holatda ko'rinadi. Yiring to'lsa, mana yiring to'ladigan bo'lsa, mana shunaqa holatda ko'rinyapti. Bu demak, bunda ham bolada eshitish qobiliyati tushadi, og'riq bo'ladi. Bu holatda mana parda butun og'riq bo'lyapti, lekin bu yerda har xil tomchilarni tomizasida, lekin pardadan orqaga o'tmaydi. Shuning uchun mana burun bilan quloqni bog'lab turadigan yo'l shu yopilib qolgandan shunaqa bo'lgan. Shuni ochish kerak bo'ladi, burunga ochadigan dorilarni sepish kerak. Xo'p, mana anatomiyasini tushuntiramiz.
Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana katta odamda va kichkina bolachada. Xo'p, quloq, mana tashqi quloq, pardagacha va ichki quloq. Boyaga aytganim, bolalarda burun bilan quloqni bog'lab turadigan eshituv nayi, Yevstaxiy turbasi deyiladi. U gorizontal joylashgan bo'ladi. Kattalarda vertikal joylashgan bo'ladi. Birinchi farq. Ikkinchi farqi, bolalarda har doim ochiq turadi. Bolada har doim ochiq turadi, kattalarda yopiq bo'ladi. Yutingan paytda ochiladi. Ya'ni toqqa chiqdingiz, qulog'ingiz bitdi yoki samolyotda uchingiz, qulog'ingiz bitdi, shuning uchun jivachka chaynash kerak deyiladi. Yutinasiz, chaynaysiz, ochiladi. Bolalarda pastdan ochiq bo'ladi. Shuning uchun bola emgan paytida ham nafas oladi, ham emadi. Yonboshlatib emganda yoki qusib olgan paytida shu quloqning ichiga qusuq massasi kirib, har xil yarig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, shu bolani burun quloq tomoq anatomiyasi kattalarnikidan farq qiladi. Ya'ni, mana ko'rasizlar, gorizontal joylashgan, har doim ochiq kalta bo'ladi. Shuning uchun ko'p bolalarda quloq og'rig'i kuzatiladi. Demak, quloq tomchilari haqida ko'pchilik so'rayapti, qanaqa quloqni og'rib qolgani, qanaqa tomchilar tomizishim kerak deydi. Demak, 3% bronniy spirt. Eng ko'p xalq orasida tarqalgan bu narsa. Quloq pardasi teshik bo'lsa mumkin emas. Sababi tashqi tomondan ichki tomonga infeksiyani o'tkazadi va ichki quloqdagi nervga ta'sir qilib, eshitish qobiliyatini tushirishi mumkin. Keyingisi mana Floxodex, bu ham juda ko'p tarqalgan tomchi hisoblanadi. Buni quloq pardasi teshik bo'lsa mumkin. Bir xil paytda onalar O'zbekistonda shamollash o'tkazib olib, qulog'i oqizib, quloq pardasi teshib, keyin keladi doktorga. Shunaqa paytda shu dori mumkin, shuni yozib beramiz. Otipax degan dori bor. Bu quloq parda teshik bo'lsa mumkin emas. Buni tarkibida og'riq qoldiruvchi hamda yarog'lanishga qarshi moddasi bor. Keyingisi kantibiotik. Bu quloq parda teshik bo'lsa mumkin emas bu dori ham. Sababi buni tarkibida ham grippga qarshi, ham bakteriyaga qarshi, ham og'riq qoldiruvchi, ham gormon deksametazoni bor. Buni ko'proq tashqi eshituv yo'lida bo'ladigan kasalliklarda beramiz. Xo'p, ko'zinglarni oldiga kelish uchun rasmini beryapmiz. Lekin yana bitta narsa aytaman, bu rasmdan beryapmiz, tomchilarni aytyapmiz. Hech qachon o'zingizcha sotib olib, bular arzon turmaydi. Sotib olib, o'zingizcha doktorga borguncha tomizib ko'rmanglar. Iloji boricha maslahat beraman, o'z shifokori ko'rsin, keyin tomizinglar. Mana bronniy kislota 3%ligi shunaqa holatda bo'ladi. Bronniy spirt, boyaga aytganimdek, quloqda teshik pardada mumkin emas. Keyingisi mana Otipax, bu ham aytganimdek tarkibida og'riq qoldiruvchi hamda og'riq qoldiruvchi va yarog'lanishga qarshi tashqi eshituv yo'li shamollashlarida ko'proq qo'llaniladi. O'rta quloq shamollashlardan beriladi, lekin parda butun bo'lganda. Keyingisi mana Floxodex, ichida antibiotik hamda gormoni bo'ladi. Bu ko'z va quloq tomchisi tomizish mumkin teshik parda bo'lganda. Keyingisi mana kantibiotik, boyaga aytganimiz, buni quloq pardasi teshik bo'lsa mumkin emas. Ko'proq zamburug'larda va tashqi eshituv yo'lida bo'ladigan kasalliklarda ishlatamiz. Xo'p, yana bitta eng muhim narsa, doktor shifokor sizga quloqqa tomchilarni tomizing deb ko'rsatma berishi mumkin, lekin aytmasligi mumkin. Har doim quloqqa tomizadigan dorilarni xona temperaturasida, organizmga yaqin bo'lgan temperaturada, ya'ni iliq holatda tomizish kerak. Issiq ham tomizish kerak emas, sovuq ham tomizish kerak emas. Shunga e'tibor berasizlar. Eng muhimi. Mana bugungi darsimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, sizlarga juda ham manfaatli va foydali bo'ldi. Buni farzandinglarni shu sog'lig'iga e'tibor beringlar, befarq qolmanglar. O'z voshinchalik bilan hech qachon davolashga urinmanglar. Zero kasallikni davolagandan ko'ra kasallikni oldini olish bu juda ham muhim hisoblanadi. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.